Usmon tog'a, Voy Nurullovuz. chorvaga mana shunaqa qilib mehr bersa nima bo'ladi Usmon tog'a? Chorvaga mehr bersa, bir pachka bo'ladi mana shu bir donasi. Bular mehr talab, qo'lingizga qarab turadi. Bularga qancha mehr bersangiz, o'shancha sizga foyda keltiraveradi. Mana qarang. Usmon tog'a, Voy Nurullov. simentalni qanaqasi deyish bor o'zi Usmon tog'a? Simentalni tozasini olish kerak-da. Mana shunaqasini olsa bo'ladi. Mana shunaqa, mana shu qarang. Simentalda nima deyilgan bo'lsa, mana shu narsalar bor. Bu Ali Xokuni ham aytdi-ku, kallasi oq o'lib qizil o'za simental bo'lavermaydi. Buni o'ziga yarasha belgilari bor. Mana shu narsa hamma yo'q aytilgan. Mana shunaqasini olsa ziyon qilmaydi, baraka topadi. Xudo xolasa eng zo'rlarini olish kerak. Ali kichipchasiga qarab, hali 1-2 milliondan qochib turib adashib qolishmasin. Mendan olami, kimdan olsa ham eng zo'rlarini olsin. Men o'zimnikini tavsiya qilaman. Oqtarib topib, jichapchasiga qaramay zo'rini olish kerak. Voy mashalloh. Hurmatli ko'lar, hurmatli tomoshabinlar, havas qilgan insonlarga ilohim mana shunaqalaridan obunachilarimga haqiqiy Allohdan so'rayman. Alhamdulillah, mana sizlarni padeshkalaring bilan zo'rlarini ko'rsatib chiqarib boryapmiz. Buqalar seriyasi. Oltiariq tumani. Usmon tog'am, akalar zot boblaridan chiroyli. Voy jonivorlar, mashalloh, hurmatli tomoshabinlar. Mamlaga qarang. Eng noyob duru gavharlarni sizlarga chiroylilab Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Usmon tog'amdan go'zallari zot toza avstriyskiy simental buqachalar. Joning sog' bo'lgur. Husanbek akamdan xunajin to'tta olganlarga bitta qo'shib olsa, bittadan qo'shib olsin. Bittadan qo'shib olsin. Eng zo'rlari. Mana. Assalomu alaykum. Nurullovuz kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari, simental ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani o'sha mashhur ustozimizdek bo'lgan inson Usmon tog'amning xonadonidamiz. Akalar, tozasi kerakmi? Zotbobi kerakmi? Tonnalik qilaman degan niyat qilib yurgan aka-ukalarga go'zallari. Inshaalloh bugun Xudo xolasa chiroylab sizlarga shularning narx-navo ma'lumotlarini Usmon tog'amdan olamiz. Akalar, arzimas mehnatimizga bir donadan like tugmasini bosib, fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Men akalar bekki kelaman. Usmon tog'am bilan gaplashib maza qilgani kelaman. Nimaga akalar bilasizlarmi? Usmon tog'am ko'pchilik bu gaplarni yoqtirmasligi mumkin. Lekin rostini gapiradigan odam bilan gaplashsangiz, hozirgi kunda eng kamyob insonlardan bittasi hali chorvada borini aytadi, shuning uchun kimgadir yoqmasligi mumkin. Usmon tog'a, assalomu alaykum. Alaykum salom. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Qanjalaringiz sog'. Chorvangizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Ko'pga bersin, ko'p qatorda hammaga bersin. Ilohim. Amin. Usmon tog'a, bizga mana shu sondiqdagilardan ma'lumot bering, sotiladiganlardan. Mana shu 4,5 oylik Nurullo o'zi ishqivoziga hammasi sotiladi. Mana shu 4,5 oylik sutdan chiqdi. Mana qizil teri, ko'pi qizil teri deydi. Mana arqa korpuslarni ko'rsating. Mana shu sotiladi. O'zi hammasi ham sotiladi. Puli yengilini oqtirganlar bor-ku, hali qimmat pulga ololmayman. Mana shu bilan, mana shu. Yoshroq variantlar. Yoshroq, mana shunisi 5 oylik. Mana o'zi 4,5 oylik sutdan chiqib 100% o'tga, yemga o'tga. Mana shu ikkalasi. Mana shu ikkovi, mana shu ikkalasi akalar. Mana. Mana shu ikkovi sotuvda. Puli qimmat emas, homyonbob. Keyin ko't quru, xani-xuni bezovlar emas, mana ko'ryapsiz. Rangi, ro'yi, korpusi hamma yo'q o'ziga yarashgan. Mana qarang, joning sog' bo'lgunlar. Hurmatli aka-ukalar. Mana zot qilib olaman o'zim, tarbiyalab olaman deganlarga ana uni qarang, ko'rsatishini. Hozirdan ma'lum. Hozirdan ma'lum. Hali bo'ladi o'g'ani yoshligidan ma'lum-ku. Ya Alloh ziyoda qilsin. Alloh ziyoda qilsin. Hurmatli aka-ukalar. Havas bilan Usmon tog'am ham bu natijaga erishgan. Hasad bilan akalar yaxshilikka emas, erisha olmaymiz. Havas qilib qo'yaylik. Alloh bizga kim nimani tilayib turgan bo'lsa, 10 barobarini bersin. Yaxshilik tilayib turgan bo'lsa, yaxshilik. Boshqa niyatda bo'lsa, o'shani ham 10 barobarini bersin. Alloh niyatga qarab beraveradi, Usmon tog'a. Bog'liq. Biz ham o'sha niyat qilganimizda ikkitadan boshlaganmiz. Xudoga ming marta shukur mana. Hurmatli aka-ukalar, mana qarang. Havas qilish. Go'zallarni mana sizga qarab turibdi. Bularda hammasi ketaveradi. Samarqandga akalar, Vodiyga, Vohaga, Toshkentga, Xudo xolasa zo'rlari, chiroyli sifatlilari. Bugun 28-avgust sanasi, hafta kuniga Saydul ayyom, juma ayyomi hammalaringga muborak bo'lsin. Mana bunaqani ko'rganda to'g'risi chorvador odam like bosgisi keladi-da. Mazza qiladi-da chorvador odam. Kayfi ham boshqacha-da. Usmon tog'a.
Alloh ziyoda qilsin, choringizga Alloh baraka bersin. Havas qilib qo'yinglar. Usmon tog'a nima deymiz o'sha ikkalasini? Bu ikkasi 61 million kami bor. 61 million Ha, so'm. 30 million 500 mingdan. Ortiqcha qimmat bas. Endi bozorlarda ham mana ko'ryapmiz. Tug'ilgani ham hozir 1 oylik bo'lib qolsa 25 million ham deyishyapti. Aytilgan narxga sotmaydi Usmon Yo'q, tog'a. yo'q, Hayır, kami bor. sunnatini Mana qilib beradi. bittasi. Kamini qilib beradi. Mana u bittasi mana. Mana shu Mana ikkovi mana. Mana akalar. Zotga Mana shu tondalik ikkovi qilaman mana. deganlarga tushadigan variant. Ikkovi qizili mana. Mana. Rangi tozasidan, Rangi toza. toni tozasidan olaman Ha. degan aka-ukalarga xudo xolasa tushaveradi. Quvozga sotiladi. Ishqibozlari Bag'baqasi, qulog'i, tuyog'i, sveti hamma yo'g'i tushadi. hamma yo'g'i chiroyli holat. Hamma yo'g'i chiroyli. Bu ko'rib, bilib, ko'rib olingan. Ustida ham, onlayn ham olasalar ham bo'laveradi. Bemalol kelib ko'rib olsin. Aha. Mana akalar, men boshida aytdim-ku, men to'g'ri gap hozirgi paytda ijtimoiy tarmoq sohasida, shu chorvasida sohasida akalar, hali ro'y rost borini gapiradigan odam bilan gaplashingda, maza qilasiz, etagida o'sha odamdan baraka topasiz inshaalloh. Hurmatli obunachilar, Usmon tog'am ham xuddi shunaqangi inson. Unaqa 1-2 million so'mga hali yo'q yoqdagi gaplarni gapirib, akalar yuzini hech kimni shuvut qilgisi yo'q. Mana bunaqangi go'zallarini, tozalarini, lekin chempionlarini narxi ham o'shanga qarab bo'ladi. Qarab, qarab. Bitta mol serob 10 bosh mol bor. 10 ta bor. Pulini qiziqtirsa hammasi sotiladi, lekin mularni mana pastkalari sonliq bo'lib ketgan. Haqiqiy zot yo'nalishidagi haqiqiy stakan tuyoq. Misol mashi yoshida akalar, mashi yoshida. Mashi misol uchun holatida Yevropada ham, misol uchun naslchilik fermalarda ham mashinchalik bo'ladi. To'g'rimi Usmon tog'a? To'g'ri. Mana. Ular hozir 7 oylik bezo mashinlar. Mashinlar 7 oylik. Eng oldin mana mashina bitta bor mana, mana shu ikkita 8 oylik bo'lgan bo'lsa mana. Mana bular. Holatini qarang, mashinalar ham 6 oylik, 7 oylik bezolar mashinalar mana. Lekin ishqivoziga beriladi. Usmon tog'am bularga mehr berib, Ha, bular bilan har biri bilan gaplashamiz. chiroylilab o'zi boqadi hurmatli akalar. Inshaalloh akalar aloqaga chiqinglar. Xunajin so'raganga xunajin ham bormi Usmon tog'a? Bor. Zo'ri bormi? Zo'ri bor. Shu yondiradigan bor. 3 ta. 3 ta. Ha. 1 yosh bittasi, ikkitasi 10 oylikdan. 10 oylikdan. 1 yoshligiga urug' qo'ydirib qo'ydim, semental urug'. Aha. Ikkitasi ham o'sha birar oyda qochadigan bo'lib qoladi. Bittasi o'sha bonus ichida ketar ekan. Bonus ichida qo'ydirib qo'ydim, o'zim doktorim ishonarli, garantiyali urug' qo'ydi. Voy mashalloh, joning sog' bo'ling. Mana bular qarang hurmatli akalar. Xolasalaring ikkita xunojinga bitta novoz qo'shib olinglar. Xolasalaring o'sha Husanboy akamdan ertalab bugun bomdoddan keyin 20 bosh semental xunojin chiqardik. O'shalardan to'tta olasizlar. Usmon tog'amga aloqa etsizlar, bitta qo'shib beraveradi. Bular qarang mana. Mana. Mashlardan tushgan bolalar ham Usmon tog'a bu pishim yorvorsa kerak. Oyoq qo'l uzunliklari, sifati, tonlari o'ta tozada akalar, mana qarang. Tuxum kalla, oq kiprik, o'sha Qoch. tuyoqlari ham baquvvatlarini. Mana. Xudo xolasa telefon qilgan odamning ishi bitadi. 12 ta viloyatdan aloqaga chiqasizlar. Bemalol. Xudo xolasa Samarqandlik obunachilarimiz tozalarini juda ko'p so'raydi. Samarqandliklarga o kunga oldingi videodalik 43 dan beraman dedim. Bilgan bo'lsiz 3 tasini. O'shani 42 million 300 ming so'mdan kelib olib ketishdi. Ey Alloh ziyoda qilsin ilohim. 3 tasini sotdim o'sha kattalarini. Ey salomat bo'ling. Hurmatli akalar. O'sha yoqdan ko'rib, o'sha siz chiqargan videoni ko'rib kelishibdi. Xudo xolasa haligi misol Usmon tog'a misol 5000 dollarga kaptar ham bor. 15000 dollarga bitta qo'zi ham bor. Ishqivoziga akalar, tavsiya qilinadigan mollar. Ishqivoziga. Haligi zotga foydalanaman. Misol 10 ta xunajini bor yo 5 ta xunajini bor odamga. Mashlardi mana. Mana. 3 oy, 4 oyda o'sha zotga qo'shsa bo'laveradi mana. Qarang. Endi bitta narsada bu zot deyishasan, u deyishasan, bu deyishasan deydi-yu, bitta fakt keltirib beraman akalar. Misol uchun 5 ta oddiy xunajiniz bor, akalar. Misol uchun qora ola, rossiyskiy xunajiniz bor. O'shanga bir dona mashina olib qo'yadigan bo'lsangiz, agar undan 5 ta misol uchun semental tushadigan bo'lsa, 2 oy, 3 oyda o'zida 25 millionni 2000 dollarni tepasida bo'ladi. To'g'rimi Usmon tog'a? Bundan oyapmiz. Mana. Oyapmiz. Tuppa to'g'ri. O'sha tomoni bor akalar. Shuning uchun 6 oyliklari zo'r emib qo'ygan bo'lsa, 3000 dollargacha men o'zim oldim. 3000 dollargacha. 3000 dollargacha. Mana. Shuning uchun zot deyiladi akalar. 5 ta xunajinga bir dona olsalaring, akalar, misol uchun 40 millionga olarsizlar, balkim 38 millionga olarsizlar akalar. Lekin mashindan tushgan misol uchun 5 ta buzoq akalar 2,5 ming dollardan bo'ladigan bo'lsa, akalar o'zlaring
hisobini уже pachkaga to'g'irlab ko'rasizlar. Yillik daromad, uni sutidan tashqari, bolasini o'zini chiroyli qilib boqib qo'ysalaring. Bu bejizga bo'lmaydi, hammasini orqasida mehnat, hammasini orqasida o'sha hisob-kitob, matematikasi shuni orqasidan bo'ladi akalar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Usmonton xunojinlarni ham ko'rsatamiz. Xunojinlardan bitta ko'rsatib qo'ying. Mana hurmat aka ukalar ketdik. Xunojinlarni ham ko'rsatamiz. Bularga ishqibozlari aloqaga chiqinglar. Aloqaga chiqishaveradi. Usmonton ham kelishtirib, qochirmay xudo xolasa qilib beradi. Tanlaganlaringni misol video qilib tashlab berdi degan odamga Usmonton ham Tashlab beramiz. video qilib tashlab beradi. Tanlab olaverasizlar. Bu yerda hammasi sotiladigan mollar akalar. Lekin har bitta narsani o'z narx-navosi, o'z sifati, o'zini misol sementallarda shu qoni geni bor. Shunga qarab Qonigacha bemalol tekshirib olaveradi. Bu yog'ini tekshirib olib, keyin savdo qilasizlar akalar. Muammo masala yo'q. Hammaga chorvalarga Alloh baraka bersin. Videodan uzoqlashmay turasizlar. Xunojinlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, o'sha 3 bosh xunojin degan mana xunojinni ham ozgina sizlarga ma'lumotini beramiz. Agar ishqivozi bo'lsa kelishinadi. Lekin xunojinlar ham eng o'sha chiroyli sortlar, Usmon tog'a? Ha, eng zo'rlari. Fermadan chiqqan hammasi. Fermadan chiqqan yosh ko'chatlar. Bular hali tish buzishgan yoki boshqa emas. 10 oylik, 1 yosh. Mana, hurmat aka-ukalar. Lekin orqa pachkalari, korpuslari vobshim yorib yuborgan. Soskasi o'sha 4 ta unaqa detskiy matga nimalari yo'q. 4 ta sotka. Mana shunaqangi soskalar ertaga kelajakda haqiqiy ish beradi akalar. 30 ta 40 tali variantlari mana shunaqalaridan chiqadi. Akalar, mana shulardan xudo xolasa shunaqa variantlar chiqadi. Shalpon quloq, toni toza, qoni tozalari mana shular bo'ladi. Mana joning sog'ligiga mana qarang. Stoykalari vobshim. Xudo mashinasiga urib qo'ydirib qo'ydim. Ha, mashina yeyotganiga. Ha, mana shu kattarog'i shu. Bu 1 yosh bo'lsa, mana ular shu 10 oylik. Mana. Semental urib qo'ydirdim. Lekin soskalar vobshim zo'r ekan, Usmon tog'a. Ha, orqalari ham, shalxalari ham zo'r. 4 ta soskasi. Hurmat aka-ukalar, xunojin ishqibozlari tayyor mana. Bittasi qochib qolibdi. Uchalasini bir joyga olib, xudo xolasa, misol 7 oy 8 oy qiladigan bo'lsalaring 70 million so'mning tepasidagi mollar, mollar, mashinaqangi mollar shunaqa bozorlarda, misol uchun shunaqangi holatda bo'lyapti akalar. Iminda mashinaqangi tozalari shunaqa bo'lyapti. Hali rangi qizillarga solishtirib olmaysizlar. Xudo xolasa Usmon tog'omda mashinaqangi vobshim chempion go'zallari bo'ladi. Ishqivoziga beriladi akalar. Ishqivoziga. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi buqalarning ma'lumotini berdik. Bitta xunajinni ham ishqivozi olsin Usmon tog'a. Shu ko'rsatib o'tib ketaylik dedik. Ko'rsatib qo'yapmiz. Bo'ylari 1.30-35 shunaqangi atrofida. 35 chiqsa, ular shu 30 chiqaveradi. 25-30. 30 o'ni olsa. Mana bunisi 30 hurmat aka-ukalar. Ishqivoz aloqaga chiqsin, xudo xolasa ish bitadi akalar. Xunajindari realni olaman degan aka-ukalar bo'ladi-yu, tozasini olaman. Menga mindarog'i kerak emas, menga tozasi kerak. O'zim chiroyli qilib boqib, mehnatini qilib, hali zo'r semental naslchilikka ishlataman degan aka-ukalarga tushadigan mollar bular. Hurmat aka-ukalar, hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Usmon tog'a aloqaga chiqishaversin, kelishtirib berasiz. Ha, telefon qilishaveradi. Mana akalar. Laykni bosasizlar, ko'ngilni bir joyga qo'yib aloqaga chiqasizlar. Yedi ishda tani, joni sog'ligi, qoni hamma yo'g'iga Yashurga emlatib qo'ydim. Mana yashurga emlangan bitta narsa bor, akalar. Hali haloli pok yaxshi holatdagisini so'ragan aka-ukalarga, ro'y rostini, borini so'ragan aka-ukalarga xudo xolasa tavsiya qilinadi. Endi kelishasizlar u yog'ini sizlarga akalar qo'yib beramiz. Xudo xolasa Usmon tog'am tanti inson. Unaqa yo'q yoqda nima qilmaydi. Borini aytadi, yengil beradi.